o'ta. Men katta bo'lsam, shunaqa bo'lamanmi? Yo'q. Men katta bo'lsam, eng zo'r futbolchi bo'laman. Ota-onamga eng zo'r uylarni olib beraman hali. Mazza qilib yashaymiz, mazza qilib. Nega xalos? Man kechir. Nega kechirim so'raysiz? Men sizni tanimayman-ku. Barselona kabi katta klublarda o'ynashim keladi. Ketdik o'rtoq. Bir joyga borib maza qilib kelamiz. G'alabani yemaymiz. Yo'q, borma. To'xta. O'tir! Ye o'rtoq, tabriklaymiz, baxshi ko'p, pulga boramiz. O'rtoq, o'yinda maza qilarkanmiz-da. Men sizni tanlagandim. Siz esa boshqa narsani tanladingiz. Yo'q. Dadajon, qahva olib bering. Menga kitob o'qib bering. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Siz bu rasmdagi odamga umuman o'xshamaysiz. Demak, hammasini sen qilgan ekansan. Men seni majburlamadim. Sen o'zing meni tanlading. Men katta bo'lsam, eng zo'r futbolchi bo'laman. Men sizni tanlagandim. Siz bu rasmdagi odamga umuman o'xshamaysiz. Mazza qilib yashaymiz, mazza qilib. Qadrli farzandlarim, giyohvandlik insonning eng qimmatli boyligi, sog'lig'i, aql irodasi, orzu maqsadlaridan ayiradi. Hayot insonga bir marta beriladi. Bunday illatlarga nisbatan murosasiz bo'ling.